Prezident Shavkat Mirziyoyev 6 avgust kuni Jahon banki ishtirokida qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish loyihasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi o'tkazdi. Bundan 2 hafta avval yig'ilishda davlatimiz rahbari agrar tarmoqqa ajratilayotgan investitsiyalardan to'g'ri foydalanish, yuqori natija beradigan loyihalar ishlab chiqish bo'yicha ko'rsatmalar bergan edi. Bugungi yig'ilish uning mantiqiy davomi bo'ldi va Jahon banki ajratgan $500 million kredit mablag'larini o'zlashtirish bo'yicha shakllantirilgan loyihalar muhokama qilindi. Qishloq xo'jaligi islohotlari nuqtai nazaridan katta strategiya qabul qildik. Birinchi marta Jahon banki $500 million ajratmoqda. Asosiy vazifamiz ushbu mablag'larni yuqori natija beradigan loyihalarga sarflash, qishloq xo'jaligini yangi pog'onaga ko'tartirish bo'yicha chora-tadbirlar qabul qilishimiz kerak. Ajratilayotgan mablag'ni eng katta $200 million imtiyozli kredit sifatida kooperativ va klasterlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan. Har bitta viloyat hokimi o'zi alohida harakat qilib, sifat nuqtai nazaridan tezlashtirib, korrupsiyani yo'q qilib, halol, pok odamni topib, $1 $4-5 qilish nuqtai nazaridan eksport salohiyatimizni ko'paytirish bo'yicha qanday chora-tadbirlarni amalga oshiramiz degan savol hammamizni qiynash kerak. Eksport, yana bir marta eksport. Nima uchun men buni sizlar bilan alohida muhokama qilyapman? Bu juda muhim masala. Kelajakda mana shu chora-tadbirlar bizga juda katta natija beradi. Prezident ko'rsatmasiga ko'ra, loyihalarni ishlab chiqishda fanni rivojlantirish, ilg'or texnologiyalarni joriy etishga ustuvor ahamiyat qaratilgan. Xususan, jalb qilinayotgan mablag'ning $87 million qishloq xo'jaligi sohasidagi 10 ta ilmiy tadqiqot muassasasi, 4 ta ixtisoslashgan markaz faoliyatini takomillashtirish va moddiy texnik bazasini yaxshilashga ajratiladi. Shuningdek, $70 million ko'chatlar yetkazib berish, fitosanitariya, geoaxborot va sertifikatlash xizmatlarini ko'rsatadigan agroxizmat markazlarini tashkil etishga yo'naltiriladi. Qishloq xo'jaligini raqamlashtirish uchun berilayotgan $10 million evaziga yerlarning hosildorligi, tuproq tarkibi tahlili, zarur mineral o'g'itlar turi va miqdori, soliq, transport, logistika va mahsulotlar bozorlari haqida ma'lumotlar olish imkoni yaratiladi. Yig'ilishda suv xo'jaligi, chorvachilik, karantin, kadastr, moliya, soliq va boshqa tegishli idoralar ma'lumotlar bazasini ushbu tizimga integratsiya qilish muhimligi ta'kidlandi. Qishloq xo'jaligi vazirligiga ilmiy tadqiqot muassasalari va ixtisoslashgan markazlarni akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot instituti hududida joylashtirib, laboratoriya uskunalar va texnikalar bilan ta'minlash, viloyatlardagi qishloq xo'jalik kollejlari negizida ularning filiallarini tashkil qilish vazifasi qo'yildi. Ushbu muassasalarni yuqori malakali mutaxassislar bilan to'ldirish, xorijdan konsultantlar joriy qilib, ularni o'qitish bo'yicha topshiriqlar berildi. Davlatimiz rahbari har bir ilmiy tadqiqot muassasasi va markaz ilmiy ishlanmalarini sotadigan tijorat tashkilotiga aylanish zarurligini ta'kidladi. Kooperativlar va klasterlarni rivojlantirishga mo'ljallangan $200 million hududlar o'rtasida taqsimlangan. Bundan tashqari, xalqaro moliya tashkilotlari mablag'lari hisobidan Farg'ona vodiysi uchun qo'shimcha $54 million hamda Xorazm viloyatiga $100 million ajratilgan. Prezident har bir dollarni $3 ga aylantirish, imtiyozli kreditlarni kamaytirish bo'yicha aniq hisob-kitob asosida ishlash zarurligini ta'kidladi. Intensiv bog' maydonlarini kengaytirishga $65 million yo'naltirish ko'zda tutilgan. Buning hisobidan Toshkent viloyatida 500 gektar, Andijon, Buxoro, Namangan, Farg'ona va Samarqandda 300 gektarda, Jizzaxda 250, Qashqadaryo hamda Surxondaryoda 200 gektarda, Qoraqalpog'istonda 100 gektar maydonda yangi usuldagi intensiv bog'lar yaratilishi rejalashtirilgan. Mutasaddilarga qisqa muddatda yerlarni ajratib, kelgusi yil bahorda bog'larni foydalanishga topshirish vazifasi yuklatildi. Yana $65 million evaziga zamonaviy agrologistika markazlari va komplekslarni tashkil qilish bo'yicha topshiriqlar berildi. Yig'ilishda qishloq xo'jaligi vaziri va viloyatlar hokimlari jalb qilinayotgan mablag'larni loyihalar kesimida o'zlashtirish bo'yicha taqdimot qilib, ishni tashkil qilish rejalari haqida axborot berishdi.